Abi, megaplanet orqasi liniya metro, lokatsiya infrastrukturaga gap bo'lishi mumkin emas. Ikki xonali, tayyor kirib yashaydigan mebel texnikasi videoda nima ko'rsangiz hammasi qoladi. Общий maydoni 50 kvadrat, uyimiz ikkinchi qavatda joylashgan 4 qavatli bino. Uy egalari 66.500 so'rashyapti. Har doimgi kelishadigan joylari bor. Qarang, asosiy podyezddan kirish eshigimiz uzungina prixushka. Sanuzellarimiz alohida, birinchisi bizda hojatxona, keyingisi bizda уже hammomimiz. Shu bilan biz mana zalga kiramiz. Konditsionerlar bor, mягкий mebel, stul, televizorlarigacha qo'yilgan va chap tarafimiz esa bizda spalnimiz bo'ladi. Videoda ko'rgan narsalaringiz hammasi qoladigan. Keling, bu tarafga keladigan bo'lsa, eski oshxonani o'rni, как 3-xona qilib детский yoki garderobni yoki ofis qilib foydalansangiz bo'ladi. Xo'p, bu yog'imiz esa balkon, 1,5 ga 6, bu taraf tapchan qilingan, o'tirib zavtrak obed ujumlarga juda qulay variant va bu yoqda ovqat tayyorlaydigan zona mebellari bilan xolodilniklarigacha qo'yilgan. 66.500 megaplanet orqasi liniya metro lokatsiyasi zo'r, shoshilib tezda aloqaga chiqasiz.